To'riq. 8-o'rinda kalsiyga boy. Olma. 4-o'rinda temirga boy. Brokkoli. 1-o'rinda bu kletchatka hazm jarayonini tezlashtiradi va ichak mikroflorasini yaxshilaydi. Tovuq go'shti. 5-o'rinda oqsil. Banan. Banan 7-o'rinda energiya berib, charchoqni kamaytiradi. Tuxum. Tuxum 6-o'rinda oqsil. Qovoq. Qovoq 3-o'rinda, bu ham tabiiy kletchatka, hazm jarayonini yaxshilaydi. Baliq. Baliq bu 2-o'rinda, ya'ni omega hisoblanib, bolani xotirasi hamda ko'rish o'tkirligini yaxshilaydi. Farzandingiz ham aqliy, ham jismoniy rivojlanishi yaxshi bo'lishini xohlasangiz, uning organizmi uchun makro, mikro elementlar hamda yod zarur. Men shifokor sifatida farzandingiz uchun tabiiy organik yod mahsuloti Endomarinni tavsiya etaman. Chunki Endomarin bolaning kunlik yodga bo'lgan ehtiyojini qondiradi, aqliy, jismoniy rivojlanishini yaxshilaydi, immunitetini mustahkamlaydi, diqqat va xotirasini ham yaxshilaydi. Sizning farzandingiz yuqorida sanab o'tilgan qaysi mahsulotlarni muntazam iste'mol qiladi? Izohlarda yozib qoldiring.